Barchaga xayrli kech do'stlar. Navoiydan Issiqko'lga bo'lgan sayohatimizga g'olibimizni aniqlab oldik. G'olibimiz mana shu kishi ekanlar va o'zlari ham tashrif buyurdilar. O'yin haqida fikringiz qanaqa bo'ldi? O'yin zo'r. Men g'olib bo'laman deb o'ylamagan edim. Hozir chiqdim. Shartlar qanaqa shartlarni bajardingiz? Navoiyda bugun Euroleague akkauntlarga obuna bo'ldim. Postlarga kommentariy yozdim. Shu orqali aniqlandim va g'olib bo'ldim. Rahmat, tabriklaymiz. Biza o'yinda aytgandik, Prime efirda ham biz 4 ta o'g'il bolamiz va qiz bolani olib keta olmaymiz. Sababi biz sayohatimiz 10 kun davom etadi va avtomobil davom etadi. Avtomobillar bo'ladi. Shu sababli biz olib keta olmaymiz degandik va shuni oldini olgan holda biz Issiqko'lga 2 kishilik yo'llanma qilib berdik. Marhamat. Tabriklaymiz. Kuni aniqlanmagan, aytilmagan. Xohlagan paytingizga kelsangiz, Issiqko'lga sayohatga anaqa beramiz, yo'llanma qilib beramiz. Kimni obormoqchisiz? Dadam bilan oyimni. Tabriklab qo'yamiz. Qarang, biz siz bilan tanishmasmiz, a? Yo'q. Men Navoiydaman, siz Men Qoraqalpog'istondan. Qoraqalpog'istondan. To'g'risi dadalarni olib ketmoqchi edik. Biz ertaga yo'lga chiqamiz. Yo'ldan kela olmasligi sababini bilib, setgan qo'ydik. Tabriklab qo'yamiz. Kuzatganlarga, qo'llab-quvvatlaganlarga barchaga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar va bizning sayohatimizni kuzatishda davom etinglar. Yana sovg'alarimiz bor. Rahmat.